Bo'larkan, bunaqa narsa tayyorlasa ham, Ikkita oddiy mahsulotdan bunaqangi mazza ham chiqishini даже hayollaringga ham keltirmagansizlar. Asosiysi uy sharoitida. Buning uchun kastrulkaga o'rta me'yorda suv quyib, qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Qaynab bo'lgan suvimizga lapshalarimizni tashlab pishirib olamiz. 15-20 daqiqada tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan lapshalarimizni qaynagan suvni to'kib, muzdek suvda yaxshilab yuvib olamiz. Bitta piyozni mayda-mayda shaklda to'g'rab olamiz. Ketidan sosiskalarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Qizigan yoqqa piyozni solib, sosiskalarni qizatilgan holatda qovurib olamiz va ustidan pomidorlar solib qizartirib qovurib olamiz. Tayyor bo'lgan pastamizni ustiga solib yaxshilab aralashtirib 15-20 daqiqa ushlab turamiz. Pastamiz tayyor. Uy sharoitida bemalol tayyorlab ko'rsalaring bo'laveradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, do'stlaringga jo'natib, obuna bo'lishni unutmanglar. Mazasiga boshqa gap yo'q. Go'shtsiz, kolbasani o'zida, oddiy pasta. Bitta yeb baho beringlar, inshaalloh hammalaringga yoqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib keting, jalka bosib, bitta like bosib, kommentariy yozib ketinglar. Inshaalloh bundan ham zo'r videolar chiqaramiz. Rahmat.